Sevib uylangan erimni o'ynashlaridan zo'rg'a ajratib olganman. Erim bilan sevishib turmush qurgan. Ikkinchi farzandimni dunyoga keltirgandan keyin erim ancha o'zgarishni boshladi. Doim mendan ayb qidirib, uyga umuman kelgilari kelmasdi. Uyga kelganlarida ham doim meni yerga urib, ikkita tug'gan bo'lsang ham 10 ta tug'gandek bo'lib ketgansan. Bunda o'zingga shirin atirli sepib, o'zingga qaratishni ham bilmaysan. Bu gaplarni erim juda ham ko'p aytadi. Begona ayollarning oldiga borib kelib yurishlarini hatto bilmagan ekanman. Bittasi bilan juda ham jiddiy munosabatda bo'lib, unga uylanishlarini ham aytgan ekan. Balkim bu dars menga kerak bo'lgandir deb harakat qilishni boshladi. Shu paytda qat'andir sizni videoyingiz chiqib qoldi. Kirib ko'rsam 10 ta tug'gan bo'lsangiz ham qiz boladek qilib qo'yadigan original Rozi Jenshinani ko'rsatganingizni ko'rib qoldim. O'sha kunni o'zida yo'q zakat. Ham o'shanda yondagi atir oling deb maslahat bergan ekansiz. O'sha feromoningizni sepganimdan keyin erim o'zimdan ajrata olmay qoldi. To'g'ri aytadigan Rozi Jenshinasi haqida gapirmasam bo'lmaydi. Shu narsani ishlatgandan keyin erim shokka tushib qoldilar. Operatsiya qildir deyman. Namuncha tor bu. Xuddi to'yimizni birinchi kunidek bo'lib qolsan deb atrofimdan keta olmay qoldi. Agar shu gaplarni video qilib chiqarsangiz, ko'p ayollarga yordamim tegar deb yozdim. Har xil ko'chadagi ayollardan erini qaytarmoqchi yoki erini yana ham sevdirmoqchi bo'lgan ayollar. Shu Rozi Jenshina to'g'ri aytadigan va обязательно muslimani firmini feromonlardan olib ishlatib ko'ringlar. Agar super to'g'ri aytuvchi 10 ta tug'gan bo'lsangiz ham qiz boladek qilib qo'yadi. Rozi Jenshinada yoki firmini feromonimdan kerak bo'lsa, podkastga aldanib qolmaslik uchun originalni muslimas feromon profilidan olasiz.